Hech qanaqa kodlasiz, faqat sun'iy intellektni o'zi bilan yaratilgan va hozir yaxshi daromad topayotgan proyektlarga 3 ta misol. Birinchisi PDF AI. Bunda siz PDF faylni yuklaysiz, katta PDF faylni va istalgan savolingizni berib, javobini olaverasiz. Masalan, katta kitob yuklaysizda, qisqa qilib yozib ber deysiz yoki katta instruksiya dokument yuklaysizda, unga qanaqadir savol sizni qiziqtiradi, o'sha savolni berib, javobini olishingiz mumkin. Va bu proyekt oyiga primерно o'rtacha $50,000, $60,000 oyiga foyda olib kelar ekan. Ikkinchisi Interior AI. Interior AI bunda siz uyingizda rasmga olasizda, ichidagi xonani rasmga olib yuborasiz va u sizga chiroyli dizayn yaratib, dizayn qo'shib, o'sha rasmni qaytib beradi sizga. Bu sizni uyingizni dizayn qilish uchun, ideyalar berish uchun ishlaydigan proyekt. Bu proyekt ham faqat sun'iy intellekt bilan yaratilgan va bu ham oyiga где-то 50,000 atrofida oyiga foyda olib kelar ekan. Uchinchisi ChatGPT Store. Bunda siz o'zingiz custom GPT yaratib sotishingiz mumkin ChatGPTni ichida. Bunda narxi o'zingiz belgilaysiz. Meni izlanishim bo'yicha odamlar o'rtacha oyiga $500 dan $5,000 gacha topishayotgan ekan. Agar prompt engineering bo'yicha kichkina kurs qilishimni xohlasanglar, izohlarda tarvuz so'zini yozib qoldiring. Agar ko'pchilikka qiziq bo'lsa, qilamiz.